Agar siz bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, sizning dunyoqarashingiz o'zgaradi va agar o'zgarmasa, demak siz juda kam uchraydigan odamlardansiz. Keling buni tekshirib ko'ramiz. Boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling. Videomizga like bosing. Ko'pgina qaychilar o'ng qo'lli odamlar uchun mo'ljallangan va chap qo'lli odamlar uchun mos emas. Okean tubining taxminan 90% o'rganilganligicha qolmoqda va biz okean tubi haqida, oy yuzi haqida bilganimizdan kamroq narsa bilamiz. Tibbiyot amaliyoti qayd etilgan eng uzoq koma 37 yil davom etgan. Neptunda o'rtacha shamol tezligi soatiga 2100 km tashkil etadi. Oyoq uchida yurish foydali mashqdir. U to'piqlar, bel, tizza va son mushaklarini mustahkamlaydi. Har yili odamlar onlayn o'yinlarga 100 milliard dollardan ortiq pul sarflashadi. Xitoyda ayollar uchun maxsus to'xtash joylari mavjud. Bu joylar kengroq bo'lib, to'xtash joyini osonlashtiradi va baxtsiz hodisalarni kamaytiradi. Inson tupurgi esa oddiy suvga qaraganda 3 barobar yuqori haroratda qaynaydi. Erkak alligatorlar har doim ereksiyaga ega. Ba'zi odamlar chumollarning hidini sezishlari va shu tariqa ularning uyda borligini aniqlashlari mumkin. Sapioseksuallik onga jalb qilishdir. Ayollar ishda erkaklarga qaraganda ancha tezroq va jiddiyroq charchaydilar. Belgiyada odamlar qorbo'ron o'ynaganligi uchun 100 euro jarimaga tortilishi mumkin. Kulgi yurak va o'pka faoliyatini yaxshilaydi. Boltiq dengiz tubidan 170 yillik shampan shishalari topilgan. Portugaliyada ayollar hech qachon ayollar kunini erkaklar bilan nishonlashmaydi. Bu kunni to'y ziyofatlari o'tkazish bilan odatlanganlar. Piza minorasidan taxminan 250 kishi qulagan. Eng katta bo'ri to'dasi 40 nafardan iborat bo'lishi mumkin. Mushuklarning har bir qulog'ida 32 ta mushak bor. Agar tomog'ingiz og'risa, zefir yeng. Ular xuddi murabbo kabi tomoqni yumshatadi. Kompyuterda o'tirgan odam ko'zi 3 marta kamroq pirpiraydi. Sudoku bilan bir qatorda shaxmat aql va xotirani yaxshilashning eng yaxshi usullaridan biri sifatida tan olingan. Sirtlonlar orasida urg'ochi suruvda yetakchi rol o'ynaydi. Akulalar sariq va to'q sariq ranglarga eng ko'p jalb qilinadi. Koordinator va kashnech bir xil o'simlik hisoblanadi. Agar shu videodan hech bo'lmaganda bitta yangi narsa o'rgangan bo'lsangiz, like bosing va agar siz yana davom etishni xohlasangiz, izohlarda fikringizni qoldiring.